3 misolda x qabul qilish mumkin bo'lgan qiymatlarni toping deyapti. 6 minusdan 10 katta x kichik bo'ladi. Modulosida 6 plus 10. Ya'ni bu yerda x 4 dan katta bo'lishi kerak, 10 dan kichkina bo'lishi kerak-da. Dan katta x kichik 10 dan. Shu oraliqda x qiymatlarini qabul qiladi. Bitta ham shunaqa 8 dan 15 ta ayiradigan bo'lsak 7, x katta 7 dan kichik 23 dan yig'indisi. X ni qabul qilish ham mumkin bo'lgan qiymatlarni toping. Endi bu yerda boshqacharoq ayiradigan bo'lsak 2 katta 2x plus 2 dan kichik 14 dan. Endi bu 2 ni bu tomonga olib o'tamiz. Bittadan ayiradigan bo'lsak 0 dan katta 2x kichik 12 dan. Endi tomonga 2 ni bo'lib yuboramiz. X o'zi qolish uchun 0 dan katta bo'ladi x kichik 6 dan. 0 va 6 orasidagi qiymat qabul qiladi. Bunda 2x kichik 14 dan katta 10x dan. Endi buni alohida qilsak 2x kichik 14 x kichik bo'ladi 7 dan. Bitta 10x katta 14 dan x katta 7/5 dan. Keyingi misol. X ni qabul qilish mumkin bo'lgan qiymatlarni toping. Bittadan qo'llaydigan bo'lsak 2 dan katta x kichik 14 dan. To'g'ri o'qiydigan bo'lsak 4 dan katta x kichik 24 dan. 24 orasida ekan. To'g'ri 3 dan kichik 2 x minusdan 1 kichik 17 dan. Endi bu minus bo'ldi. Bu tomonga ham olib o'tamiz. Olib o'tadigan bo'lsak 4 katta 2x kichik 18. Endi ikkala tomonni ham 2 ga bo'lib yuboradigan bo'lsak 2 dan katta x kichik 9 dan bo'ladi. Endi x qabul qilish mumkin bo'lgan qiymatlarni toping. Endi bitta 5 ga x plus 4 qo'shadigan bo'lsak 9 plusdan x kichik bo'ladi 8 dan. 9 plus x kichik 8 dan 8 kichik. Yo'q. Ayirishimiz kerak edi buncha. 1 plus x dan katta x plus 9 dan kichik. Bundan alohida qiladigan bo'lsak x kichik 7 dan x katta
minus 1 dan